Umid opa, 16 yoshli o'zingizga nima maslahat berardingiz? Har doim shunaqa 16 yoshda samimiy bo'lib qolishni, shunaqa beg'ubor, shunaqa qalbi pok, toza inson bo'lib qolishni, iymonli, insofli bo'lib qolishni tilab qolardim. Hozir ham shunaqaman. Hech ham o'zgarmaganman deb o'ylayman. Albatta hamma bilan bir xil gaplashib, farqi yo'q, millatidan, yoshidan, jinsidan, ijtimoiy tabaqasidan qat'iy nazar bir xil bo'lib muomalada bo'lishni va albatta yana bir bor shifokor bo'lishni tavsiya qilardim. Bundan ham katta yuksak yetuk maqsadlarga erishishni. Yana nima derdim? 16 yoshimda niyat qilganlarim Allohga shukr 99% ijobat bo'lgan. 16 yoshli qizlargachi? 16 yoshli qizlarga nima derdim? Maqsad qo'ygan bo'lsa, shu maqsad sari har doim doimo bir xil kuchda borish, bir xil tempda, hech narsaga chalg'imaslik, til o'rganish. Hozirgi paytda juda ham ko'p sharoitlar bor bu narsaga. Internet deysizmi, boshqami, onlaynmi, nima o'quv bo'lsa hammasini o'qishni tavsiya qilardim. Vaqtli turmushga chiqishni hech qachon tavsiya qilmas edim. Albatta, bitta o'quvda хотя бы o'qib, bitta kasbga ega bo'lib, o'zini hayotida hamda umumiy masalan sotsiumda, ya'ni ijtimoiy hayotda ham o'zini o'rniga ega bo'lishni tavsiya qilardim.